Metan haqida tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, O'zbekistonda havo harorati pasayishi sababli metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritildi. Bu haqida Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, havo haroratining keskin pasayishi sababli tabiiy gazga bo'lgan talab oshgani bois ayrim hududlarda quvurlarda gaz bosimining pasayishi kuzatilmoqda. Aholi xonadonlari, tibbiyot va ta'lim muassasalari birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu sababli avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari, metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritildi. Bu chora faqat sovuq kunlarda aholi uchun barqaror ta'minotni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, vaziyat barqarorlashishi bilan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi xabarda. Hududlardagi vaziyatga qarab qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi ma'lum qilindi. Shu bilan birga aholi ehtiyojlarini ta'minlash maqsadida ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi hamda jamoat transport vositalari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz barqaror tarzda ta'minlanadi. Ushbu yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan transport vositalarining uzluksiz ishlashi aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.